Assalomu alaykum do'stlar. Bugun ajoyib kontent bo'ladi. Germaniyada ishlayotgan ozarbayjonlik akamiz, xudo xolasa bu akamiz bilan birgalikda suhbat bo'ladi. Germaniyaga qanaqasiga ishga kelish, Germaniyani pravasini qanday olish, hammasi mana shu videoda aytib o'tiladi. Mana do'stlar, ozarbayjonlik mehmondo'st akamizni furasidamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. И, ака, с вами будем общаться на русском, потому что азербайджанский язык и узбекский язык друг к другу похожи, но некоторые слова не похожи. Ага. И вы откуда вы? Я из Азербайджана, город Баку. Город Баку? Да. Ага. А сегодня будет такой вопрос. Вы работаете в Германии, да? Да. И по немецким документам, да? Да. Все немецкие, да? Да. Будете делиться по всеми, что как вы сюда приехали и что надо для того, чтобы получить немецкие документы? Будем открыть секреты все сегодня, да? Давайте. Я bugün Germaniyaya gəlməyin sirlərini açacağıq. Necə bura rahat gəlmək olar? Aha, bugun xudo xolasa Germaniyani kelishni barcha sirlarini ochar ekanmiz do'stlar. Akamiz bilan konkretно gaplashamiz. И первый вопрос. Ака, сколько лет уже в Европе работаете дальнобойщиком? Ümumi 3 ildir işləyirəm Avropada. Amma Almaniyada 1 ildir. Ha, umumiy 3 yil, Germaniyada esa 1 yil, ha? Mashalloh aka. Ikkinchi savol. Germaniyadan oldin qayerda ishlagansiz? 2 yıl, 2 ildən biraz artıq Latviyada işləmişəm. Bir ilə yaxındır, artıq keçmişəm Almaniya. Aha, 1 yil yaqin bo'ldi, bu yoqqa o'tganingizga. Aka, keyingi savol. Latviyada ishlash yaxshimi yoki Germaniyadami? Latviyanın o şeyi yaxşıdır ki, Latviyaya asan gəlmək olur. Ha, oson kelsa bo'ladi. Avropanın qapısı Latviyada. Ha, Asan qapısı Latviyada gəlmək üçün. Yevropani eshigi Latviyada eng oson, ha? Mashalloh, rahmat shu foydali. Ən tez vizanı Latviyadan almaq olur. Tushunarli. Keyinchi u yerda Latviyani pravasi, ya'ni u yerda latviyskiy pravasiz ham Ozarbayjonda O'zbekiston pravasi bilan ishlasa bo'ladi u yerda. Latviyada bütün dövlətlərin pravası işləyir. Ishlaydi, ha? Germaniyadachi? Germaniyada da bütün dövlətlərin pravası işləyir, amma 6 ay. 6 oygacha, ha? Maksimum 6 ay. Maksimum 6 oy. Keyingi savolimiz aka. Germaniyani pravasini qanaqasiga olgansiz? Mən birinci pravamı Latviyada dəyişdim. Latviyada olgansiz, birinchi pravangizni. Latviyanın pravasını aldım. Aha. U yerda qanday bo'ldi? Olish, u yerda ekzamen topshirdingizmi yoki shunday almashtirib berdim Latviyada? Kategoriya B və kategoriya C'yi. Kategoriya Только вождение. B, C, Y'ni vojдение qildingiz, ha? Ha. Hozir do'stlar, nima uchun men buni aytayapman? Chunki men bu yerda Germaniyada pravani o'zim o'qib oldim. Bu akamiz esa Latviyada imtihon topshirib, o'sha latviyskiy pravani oldi. Haydovchilik guvohnomasini oldi. Endi aytamiz, latviyskiy prava Yevropaga kirgani uchun Latviya bu Germaniyada ham o'tadi. Geçerli. Hozir akamizdan ham davom etamiz. Ya'ni qanday bundan keyingi voqealar nima bo'lganligini. Keyinchi aka, mana shuni Latviyadan imtihon oldingiz. Latviyadan o'sha pravasini olish uchun qancha ketdi aka? Necha kun ketdi va расход qancha bo'ldi? Qancha yevro? Расходы общие 600 евро. Ha, 600 yevro, ha? Aha. Necha kunda topshirdingiz? Necha kunda chiqdi? Общий 2 ay. Общий 2 oy. Çünki orada birinci kategoriya B-ni izdavat eləməlisən. B-ni birinchisi, aha. Ondan sonra sənə
termin təyin edirlər gün. Ha, neçə kun? Yəni, Özləri deyir ki, məsələn 1 aydan, yəni ən azı 1 ay 20 gün deyirlər. ha, demak B-ni topshirgandan keyin Eyni gündə mümkün deyil. ha, B-ni topshirganda, ya'ni bir kunda ikkita kategoriyani topshirib bo'lmaydi. B-ni topshirganingizdan keyin ular o'zlari uchrashuv belgilaydi va o'sha uchrashuv 1-1,5 oy davom etadi. Keyin siz C-ni oldingiz, shunday qilib. To'g'rimi? Yaxshi. Keyin uni o'tdan keyin olganingizdan keyin C-ni o'tganingizdan keyin srazu beradimi tezda? Mən kod 95-mi özüm almışam. O'zingiz oldingiz, ha? Mən kod 95-i teoriyasında, vajdeniyasında mən özüm vermişəm. O'zingiz topshirdingiz. Özüm tapdım. Maşalloh aka. Mən ona görə yəni C kateqoriyası imtahanı vermədim. Ha, siz 95 kodini o'zingiz topshirganingiz uchun o'sha C-ni, Kod 95 elib C plusdur. ha, C-ni imtihon topshirmadingiz, ha? C yeni tapşırmadım. C-ni topshirmadingiz, lekin B va C-ni topshirdingiz. C'ni tapşırmadım. C yeni tapşırdım. Ha, demak C-ni B-ni topshirdingiz va C-ni topshirdingiz. Tushunarli aka. Keyinchi aka, keyin qanday voqealar bo'ldi? Keyin uni topshirganingizdan keyin Germaniyaga o'tish rejasi qayerdan paydo bo'ldi? Germaniya firmasiga nima sababdan o'tmoqchi bo'ldingiz? Ailemi buraya getirmek için. Oilangiz olib kelish uchun, ha? Ha, o'ta Germaniyaga o'tishda asosiy plus tomonlardan biri oilani olib kelsa bo'ladi bu yerga. To'g'rimi? Mashalloh aka. Keyinchi qanday voqealar bo'ldi? Keyin bu yerga kompaniyani topdingiz, to'g'rimi? Kompaniyani topganingizdan keyin hujjatlaringizni o'sha topshirdingiz, viza berdi. Viza bergandan keyin endi Germaniya pravasini olish uchun nima qildingiz? Bir tane bir şey diyeyim. Germaniya iki tane devletin pravasını bez problem değişir. Ha, Germaniya İki devletin. ikkita davlatni faqatgina. Opşi Avrupa'nın yani iki devletin pravasını bez problem değişir. Ha, demak hozir bu akamiz aytyapti, Germaniya davlati ikkita Yevropa davlatini pravasini o'sha hech qanday muammosiz almashtira bilar ekan, almashtirsa bo'lar ekan. Qaysi davlatlar ekan bular? Birinci Latviya, ikinci Litva. Latviya, Litvanikini? Ha, tushunarli. Başka ülkenin pravalarını değişmir. Boshqalarni almashtirmaydi. Ha, demak siz Germaniyaga kelib turib, siz pravangizni Yevropeyskiy bo'lgani uchun almashtirdingiz, ha? Imtihon topshirmadingiz hech qanaqa. Yo'q. Faqatgina o'sha Latviyada topshirdingiz bo'ldi. Bəli, bəli. Ha, keyin bu yerga Germaniyaga borib topshirish qanday bo'ladi? Qanaqa dokumentlar ketadi aka? Qancha pul ketadi? Bir dənə propiska elədi şirkət məni. Bitta propiska, ha? Propiska. Keyinchi qancha bo'ldi? 115 euro 80 sent. Ha, 115 euro 80 sent. Tushunarli aka. Bir ayın içində dəyişlər hamısı verilir. Bir oy ichida almashtirib berar ekan, ha? Bu orada aka ismingizni barcha obunachilarga aytish esdan chiqdi-yu, aka ismingiz nima? Mənim adım Şəhriyardır. O, Shahriyor. Mashalloh aka. Shahriyor aka, meni ismim Bunyod, bilasiz aka. Akamiz mana shunday qilib bizni oldlarga kelib, shu barcha O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Turkmaniston va Turkiya fuqarolariga o'sha ma'lumotlar qiziq bo'lsin, o'sha qanaqasiga Germaniyaga kelgansiz deb mana keldik. Mashalloh ozarbayjonlik akamiz, mana mehmondo'st xalq ekan, ozarbayjonliklar kelib barcha ma'lumotlarni yashirmasdan aytyapti. Boringizga shukr aka. Endi keling, o'sha siz Litvadan, ya'ni Latviyadan pravasini olib keldingiz, almashtirdingiz Germaniyada. Men esa o'qib oldim. Keyin ularni ikkalasini farqini qilamiz. Ya'ni sizda hozir pravangizda qanaqa farqi bor ekan, o'shani ko'ramiz. Qani, siz o'sha Germaniyani pravasini ko'rsatingchi aka? Oldini. Mana do'stlar, akamiz Germaniyani pravasini olganlar. Hozir bu yerda o'zlarining shaxsiy kodlarini ko'rsatmadik. O'shaning uchun mana bu yerda Germaniyani Deutschland, ya'ni Führerschein deb qo'yganlar. Mana hammasi turibdi, mana Shahriyor akamizni. Endi esa hozir oldini ko'rsatdik. Endi bizda oldini hozir sizlarga ko'rsatamiz. Bizda mana oldini ko'rsatamiz. Mana bizniki, mana bizni o'qiganimiz, mana bizni pravamiz mana oldi. Do'stlar, endi qanday bo'ladi? Hozir bularda ma'lumotlar qanday bo'ladi? Ya'ni endi orqasini ko'rsatamiz. Asosiysi ularning o'sha orqasidagi o'sha ma'lumotlar. Orqasidagi
Akamizda mana hammasi mana orqasidagi oldida ko'ryapmiz. Hammasi turibdi va ularda bitta minusi bor, paragrafi bor. Tagida mana ko'rib qo'yibsizlar. 70 paragraf qo'yilgan. 70 paragraf qo'yilgan. Bizda esa do'stlar mana biz Germaniyaniki o'zimiz o'qib oldik. Paragrafi umuman yo'q. Paragrafi yo'q va 18-dekabrda oldik. Keyin yana o'qib olganingizdan keyin B-niki bessrochno, ya'ni mutlaqo umuman o'sha butun umrga berilar ekan. Lekin C bilan C-ni esa har 5 yilda medosmotr o'tib, prost shunchaki medosmotrga o'tasiz va almashtirib berar ekan. Hech qanday imtihon topshirmaysiz. Mana shunaqa qoidalari bor ekan do'stlar. Bu akamizda ham B'lari o'sha umrbodga berilgan ekan. Mana shunday do'stlar. Mana Germaniyani pravasini olib, endi Germaniyani pravasi do'stlar menga 4500 ga yaqin, 4500 agar rasxodlar mayda boshqa bir narsalar qiladigan bo'lsangiz, grubi eng uzog'i bilan 5000 ketdi, 5000. Bu akamizda esa 116 euro ketganlar. 116 euro va Latviyani pravasiga qancha bergansiz? Imtihonlarga, ekzamenga. Maksimum 600, maksimum 600. Bilet. Oho, demak 600. O'pshi sizniki 715 euroga tushibdi-da. Do'stlar 5000 euro qaytdi, 715 euro qaytdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Germaniyani pravasini olish uchun esa do'stlar, men sizlarga aytaman, qachongacha, ya'ni mayda boshladik. Mayda birinchi Erste Hilfe, ya'ni birinchi yordamni qildik va dekabrda oldik. 6 oy ketibdi do'stlar. Bu akamiz esa 1 oy ketdi olishga. 1 oyga ketgan ekan, 1,5 oy. Uzoq bilan 2 oy maksimum pravalarni olish uchun ketgan. Ya'ni Latviya pravasini bu yoqqa kelib turib esa almashtirgan, 1 oy ichida almashtirib tashlaganlar. Kod 95 dan taxokart 10 kuni hozir oldim. O'xdi, mana 95 kod bilan taxokart 15 kun. 10 kuni. 10 kunga bo'pti. Mashalloh aka. Ama prava 1 oy. Prava 1 oy. Keyingi akam savol. Latviya bilan Germaniyadagi sharoitlar haqida aytsangiz. Ya'ni Latviya bilan Germaniyani qanday farqi bor? Ya'ni Germaniyada ishlashni qanday haydovchilar uchun qulayliklari bor? Shu haqida gapirib bera olasizmi? Burada təbii ki, bura yaxşıdır. Burada həftənin 6 bazar günləri işləmirik. Ha. 45'dir. Demak, bu yerda yaxshiligi shundanki, har hafta, ya'ni 5 kundan keyin jumagacha ishlaymiz, shanba, yakshanba kun dam olamiz, a? Shanba, yakshanba kuni ba'zida qaytaradi. Ba'zida nima, dush bor, to'g'rimi? Dushdir, kuxnadir, stiralkadir. Stiralkalar, magazinlar yaqin. Aptek, bank. Asosiysi odamlar bilan birgalikda, ya'ni o'zbeklar bor, ozarbayjonliklar bor, osh, palov, hamma narsalarni qilib, mazza qilib, xuddi Ozarbayjon yoki O'zbekistonga borib kelganday atmosferani beradi. Keyin yana qanday plus tomoni bor aka? Latviyada zaplatani 3 dəfə verirlər. Ay bitir. Aha. Примерно yanvar bitti. Fevralın 2'si, 12'si, 15'i, 16'sı. Bu deganiz, ya'ni Latviyada maoshlarni 3 oyda ushlab turib beradi. Yo'q. Bir ay bitəndən sonra. 1 oy o'tgandan keyin növbəti ayın sözüşümüz. Aha. 3 dəfə onlar plat deyirlər. Ha, mayda qilib. Ha, kusuk mayda qilib, ha? Germaniyadachi. Germaniyada, yəni yanvar məsəl üçün yanvarı işləyirsən, yanvarın 28-i bütün ay maaşın bir dəfə verir. Ha, demak yanvarda ishlaysiz, keyingi oyga o'tmasdan turib, o'sha oyda o'zida 28-sida oyligingizni shunday o'tkazib beradi. Mashalloh. Demak, do'stlar,
3 oyda o'sha oyligingizni mayda-mayda qilib olgandan ko'ra, 1 oyda o'zidayoq hali ishlamagan oyingizda, ya'ni shu 1 oyda to'liq ishladingizmi, shu oyda o'zidayoq olsangiz ancha foyda bo'ladi. Pul esa to'planib o'zini tegishli joylarga borar ekan. Plus tomoni juda yaxshi ekan. Yana aka qanday farqlari bor? Burada kabotaj yo'qdir. Ha, kabotaj masalasi. Do'stlar, kabotaj nima? Kabotaj bilganlar biladi. Ya'ni mashina Germaniyaga tegishli. Agar Latviyada ishlasangiz, mashina Latviyaga tegishli bo'ladi yoki Litvada bo'lsa, Litvaga tegishli. Kabotaj shunday narsaki, Yevropada, ya'ni Latviyadan yoki Litvadan o'zingiz mamlakatingizdan chiqqaningizdan keyin 45 kun Yevropada yurasizmi, orqaga, ya'ni mashina qayerniki bo'lsa, o'sha orqaga qaytish kerak. Shopir ham. Agar qaytmasangiz, kamida 5000 euro shtraf. Germaniyada esa faqatgina Germaniyada yurganingiz uchun bu yerda kabotaj degan narsa yo'q. Xohlaganingizcha ishlasangiz bo'ladi. To'g'rimi aka? Yana aka, plus tomonlardan yana nimalarni qo'shib o'tishingiz mumkin? Plus dokumentidir. Dokument, ha? Ya'ni bu yerda Germaniyaning dokumentini olganingizdan keyin juda ko'p davlatlarga kechadi, to'g'rimi? Hamma davlatlarga borib bunaqa qilsangiz bo'ladi. Dokumenti, ya'ni Yevropadan, ya'ni o'sha Latviyaniki ham Yevropa bo'lgani bilan, lekin Germaniyaniki o'sha kuchliroq. Aka, ishlash sharoitlari haqida aytsangiz, Latviya bilan Germaniyani solishtirsak. Burada haftada 5 gün işləyirsən, 2 gün istirahat edirsən. 2 kun dam olamiz bu yerda har hafta. Aha. Yəni 2 gün istirahət etdiyin üçün 5 günün əziyyəti, yəni çox da hiss eləmirsən. Ha, çox yorulmursan. 2 kun dam olganingiz uchun 5 kun ishlaganingiz unchalik charchab qolmaysiz. Aha. Latviyadachi? Latviyada bir həftə 6 gün işləyirdik, bir həftə 5 gün, plus da insan görmürdüm. Bütünlü günü kabinka. Ha, u yerda faqat Latviyani kompaniyalarda 1 kun 5 kun, 1 kun esa 6 kun. Ya'ni u yerda bir hafta 1:24 soat dam oladi, bir esa 45. Eng yomoni faqatgina o'sha kabinkada o'sha hayot kechiradi Latviyada. Ha, bu yerda esa bazaga tushib, bazada bemalol dam olib, oyliklar o'z vaqtida. Yaxshi aka, juda ajoyib. İnsan görürsən, bir apşas eləyirsən. Ha, inson bilan ko'rishib, gaplashib, sal qalbdagi mamlakat sog'inchini mana shu yerda yo'qotamiz, ha? Yana aka, qo'shimcha sifatida ularni plus minuslarini haqida biror bir yana ma'lumot bera olasizmi? Bir də burada dokumentləri, yəni VNG deyək də. Bu yerda VNG'si, ha? Minimum il yarım 2 il verir. 1,5-2 yilga beriladi Germaniyaniki. Birinci dəfə. Birinchi marta, ha? Latviyadachi? Yəni burada 106 evro mən ödədim də o kişi. Ha, demak 106 evro VNG'ni to'lovini qildingiz. Latviyada qanday? Latviyada maksimum 1 illik verir, hər il 300 evro, 300 evro. Oho, demak Latviyada faqat 1 yil berilar ekan va 300 evro. Juda qimmat ekan, ha? 300 evro. Ha, bu dokument masalasi ham juda qimmat ekan Latviyada. Bu yerda esa bor yo'g'i 106 evro bilan bitdingiz, ha? Aka, keyingi savol, sizni ko'rayotgan barcha Ozarbayjon xalqi, O'zbekiston xalqi, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston qardosh xalqlarimizga o'sha Yevropaga kelmoqchi bo'lganlarga maslahatlaringiz aka, qanaqadir o'zingizni tajribalaringizdan kelib chiqib, ularga bu yerga kelishni maslahat bera olasizmi? Rossiyaga qaraganda. Rossiyada da mən işləmişəm. Rossiyada mı işlədiniz? 8 ay işləmişəm Rossiyada. Aha. 2017-də. Furada işləmişəm orada. Aha. Orada iş buradan çox ağırdı. Günə 1000 kilometr, 900 kilometr yol sürdük. Rossiyada ish juda og'ir. Günə 900 kilometr. 900 kilometr. U yerda taxograf yo'q, ha? Biz taxograf. Ha, taxografsiz ishlar ekan. Taxograf masalasi do'stlar, agar hamma tushunadi bu taxografda, tushunmaganlar uchun mana bunday ajoyib taxografimiz bor do'stlar. Bu narsa, ya'ni o'sha bizni dam olib, qancha ishlashimizni kontrol qilib turadi, nazorat qilib turadi. Keyin aka
u yerda Rossiyaga qaraganda demak bu yerda plyuslar ko'proq ekan. Demak siz o'sha barcha dalniboyshik yoki dalniboyshik bo'lmoqchi, bu furachi bo'lib kelmoqchi bo'lganlarga taklif qila olasizmi? Men ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam bu yerga maslahat berasizmi bu yoqqa kelishga? Məsləhət odur ki, yəni çətin bir şey yoxdur. Özlərinə inansınlar. Ha, ama asosiysi o'zlariga ishonsin, to'g'rimi? Yəni özlərinə verin olsunlar, qalan hər şeyləri yəni insan edə bilər. Boringizga shukr aka, boringizga shukr. Demak do'stlar, shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Bundan da zo'r videolar sizlarni kutmoqda. Qanday bir savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib keting. Akamiz bilan yana nima qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, ular albatta javob beradi kommentariyaga. Mana shuna qilib O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Turkmaniston, Tojikiston do'stligi hech qachon yo'qolmasin aka. Rahmat aka. Katta rahmat mehmon do'stligingiz uchun. Boringizga shukr aka. Shu bilan do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga omad, Allohga omonatsizlar. Ishlaringizga omad. Kim Yevropaga kelmoqchi bo'lgan bo'lsa, hech qachon qo'rqmanglar, bosinglar.